Prava olmoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarolariga tezkor xushxabar. Endi barchasi davlat tomonidan qoplab beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat! Davlat tomonidan Pravaga o'qish va 1 oylik armiya to'lovlari to'lab beriladi. Yoshlar daftari jamg'armalari orqali ijtimoiy yordam ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra 1 fevraldan kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalardagi yoshlarga quyidagi imtiyozlar beriladi. Safarbarlik chaqiruvi, harbiy xizmatni bepul o'tash tartibi joriy etiladi hamda avtotransportlar haydovchilarini tayyorlash o'quv kurslari xarajatlari ham qoplash bo'yicha subsidiyalar haydovchilik guvohnomasining A, B, D va DI toifalarini olish uchun to'lovlar to'lab beriladi. Eslatma, ayni bir shaxs 1 yil davomida turli ijtimoiy yordamlardan ko'pi bilan 2 marta foydalanishi mumkin bo'ladi, deyilgan xabarda. Azizlar, video rolik ostiga like bosib, ushbu video rolikni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.